Ular umid uzgandi, bolam yurmaydi deb. Hozir yurishni mashq qilyapti. Oyoqlaridan gipsni oldik. Oyog'ini uchida yurishlik, oyog'ini bir-biriga bunday kirib ketishlik holatlari bilan yurishga nihoyatda mana shu yoshga kirib qiynalgan. Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Bugungi suhbatimiz bolalar serebral paralizi. Ko'p joyda DTSP deb shuni nima qilinadi? Endi ruschasiga DTSP, детский cerebral paraliz. No, o'zbekchasiga bolalar serebral falajligi. Demak, buni sabablari ko'pincha chala tug'ilish, ko'p suv ketib qolishlik, bola ko'p holatlarda shu suvsizlanib qolish natijasida, qiyin tug'ilishlar natijasida shu holat yuzaga keladi. Demak, bosh miyamiz shunaqa bir sezuvchi organ. Vaqtida shunga yordam berilmasa, miyani o'rab turgan pardasidagi qonlar kamayish natijasida kislorod bormasligi birpasda nerv to'qimalarini oziqlanishi buzilishi natijasida ular holsizlanib qoladi. Shuning natijasida bola yig'la olmaydi o'sha tug'ilayotgan paytida. Yo bo'lmasam ma'lum bir muolaja qilingandan keyin yig'laydi. Qattiq yig'lamasdan shu o'pka bilan yurak o'rtasida bosh miyaga boradigan qonlarda kislorodni kamayish natijasida holat bo'ladigan holat. Endi bular ko'pincha bosh miyani kichkina miyacha degan joyimiz bor. Shu miyachada bizda harakatimiz boshqariladi. Qo'l, oyoq, hamma oldiradagi narsalar bular shu miyachaga bog'langan. Miyachamizdagi holat o'zgarsa, qo'llarimizda spastik holat, oyoqlarda spastik holat bo'lib, keyinchalik kech yurishlik, kech o'tirishlik, narsani yaxshi usha olmaslik, bitta qo'lida bo'lmasam harakati yo'qolishi, ikkinchi tomon. Chunki u bosh miyani o'sha qaysi bir uchastkalaridagi holatiga bog'liq bo'lgan narsa. Nima o'g'limizda ham xuddi shunaqa holat bo'lgan. Yig'lamay tug'ilgan bola. Vaqtida lekin yig'lamay tug'ilgan. Shuni natijasida pastki paraparez deymiz. Demak, ikkala oyoqda shunaqa spastik holat yuzaga kelib, bola kech yurish, undan keyin oyog'ini uchida yurishlik, oyog'ini bir-biriga bunday kirib ketishlik holatlari bilan yurishga nihoyatda mana shu yoshga kirib qiynalgan. Bolezni Little'lar deyiladi. Little kasalligi. Demak, shu DTSP kasalligini bir formasi. Ayrim hollarda oyoqlar bemalol bir-biriga kirib ketmaydi, lekin oyoqni uchida yuradi. Tizza bukilgan holatda bo'lib qoladi bular ham. Lekin Little kasalligida oyoqlar bir-biriga bunday bo'lib almashib ketib qoladi. Shunaqa holat bo'lgan. To'g'rimi? Demak, mana endi u yigitchani operatsiya qildik. Little kasalliklarida oyoqlarda operatsiyalarda qilish variantlari bor. Shu variantlari demak nerv sistemasida, pay sistemasida, suyak sistemasida ham bo'lishi mumkin. Demak, o'g'limizda ham nervda, ham paylarda operatsiya qilinib, oyog'i juda chiroyli tug'iladi. Oyoqni ko'tarishga qiynalar edi, buklanib qolardi. Oyoq mana shunaqa holatda spastik u yoqqa kirib ketadi. Hozir ko'targin oyog'ingni. Bemalol ko'taryapti, tekis ko'taryapti, tushiryapti. Oyog'ing uchlarini ishlatgin. Bemalol oyoqlar uchlarini ishlatyapti. Oldin oyoqni uchida oyoq maymoq bo'lib bir-biriga kirib ketar edi. Bola juda ham aqlli. Chunki bularda aql sistemasi hech qanaqa narasheniya bo'lmaydi bularda. Hozir yurishni mashq qilyapti, oyoqlaridan gipsni oldik. Mana endi bemalol hozir oyoqlarini to'g'rilab yur, tizzangni to'g'rilab yur o'g'lim. Imkonda oyog'ingni tekis uchlarini ham tushirver pastga. Og'riq bormi oyog'ingda? Ha. Yaxshi, bemalol. Oyoqlari shunaqa mana bunaqa holatda edi. Oyog'i, to'g'rimi? Oyog'i mana shundayda ketib qoladi. Mana unisini to'g'irladik, oyog'ini bir-biriga o'tib ketishini to'g'irladik. Nervlarda mana endi hozir bemalol oyog'i xudo xohlasa 10 kun lecheniyadan keyin asta-asta bosib yurishni o'rgandi. Mana tovonlar tushgan joyiga, oyoq tekis, svodlar bor oyoqda. Oyoq maymoqligi, undan keyin oyoqning yassiligi yo'qolgan. Mana oyoqlarda hamma holat yaxshi mana. Oyoqda chiroyli, taqsi joylari tekis, bu yerdan tekis. Cho'g' sohasida ham respiratorniy nerv deyiladi, nervus obturatorius, shuni ham nevrotomiya qilinadi, Vishnevskiy usulida. Mana operatsiya qilingan choki, mana toza, hech qanaqa. Mana oyoqni ocholmasdi. Oyoqlarda mana go'shtlar spastika tortib qolar edi. Mana shu narsalar yo'qoldi, to'g'rimi? Ular umid uzgandi, bolam yurmaydi deb. Eskilar gapi bor. Qaratgan qarab qolmaydi. Tushundingizmi?
ha buni eplab bo'lmaydi, buni qilib bo'lmaydi. Yo'q. Hozir taraqqiyot, rivojlanish juda, teng bo'lib meditsinada hozir judayam rivojlangan. O'shaning uchun mana qaratyapsiz, qarab qolmadingiz. Mana yaxshi bo'lyapti, xudo xohlasa. Qolgan kasalliklar bo'yicha ham klinikamizda yetarlik darajada malaka oshirgan doktorlarimiz ishlaydi-da. O'shaning uchun marhamat, hech qanaqa ikkilanmasdan imkon darajasida kelsanglar bo'laveradi. Operatsiyadan yaxshi chiqdi. Gipslarni oldirdik, ularni oldirdik. Yaxshi, mana lecheniyalar olyapmiz. Massaj, parafillar. Keyin ancha o'zgarish yaxshi. Oyoqlari to'g'ri bo'ldi. Kayfiyati ham zo'r bo'ldi. Xudo xohlasa hali borib to'p tepamiz, to'g'rimi? Rahmat Yaxshi. sizga, doktor buva. Xo'p, sog' bo'linglar.